bo'lib o'tayotgan anjumanlarimizdan biri shaxsan Musulmonlar idorasi raisi muftiy hazratlari o'sha o'zlari bilan respublikada sog'lom ruhni shakllantirish ishlayotgan imom shu hududlardagi ijtimoiy ko'makka muhtoj bo'lgan oilalarni oldiga kirib borish. Shular bilan suhbat o'tkazishlik borasida yaxshi tadbir bo'layotganida biz ham shunga qatnashmagan edik. Viloyatimizda borayotgan edik. Hozir bugun bu tadbir bizni Qibray tumanimizda bo'ldi. Inshaalloh taolo Baytulloh jome masjidiga rais o'rinbosarlar Zaynuddin kelganlar. Yana mutasaddilar kelishgan, o'sha biz jamoatimizga taklif qildik, borishdi. Mana hozir viloyatimizda 22 ta tumandan va shahardan bosh imomlardan, tajribali imomlar kelishib, bizga mahallamizda 15 ta xonadonga hojatlardan bilan kirib chiqishdi. Inshaalloh taolo Alloh subhanahu va taolo bu xayrli ishda hammamizni davom ettirsin. Shundan hozir ikki og'iz degan imom xatiblarimizdan Yangiyo'l shahardan kelishgan, Ohangarondan, Quyuchirchiqdan kelishgan imom xatiblarimiz bunlarga iltimos qilamiz. Sizlarni Ramazondan tabriklar, sizlar duo qilinglar. Alloh subhanahu va taolo o'zi hammalarimizni qo'llab-quvvatlasin. Bo'sh vaqtlarda ayamasdan kelgan mana bu imom xatiblarimizga Allohdan baraka